Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun kech bo'lishiga qaramasdan soat millarimiz 9:09 bo'lib qoldi. Xudo xolasa opalarimiz kelishdi. Bu narsani do'konga osib qo'yishgan ekan. Oldini kuydirib qo'yishgan. Manekenga kiyib osib qo'yishgan ekan. Quyoshda ko'rayotgan bo'lsa, kuyib ketgan tovar. Krashinli tovarimiz, xudo xolasa. Lekin tovarimizni asli tegi mana ko'rayotgan bo'lsa, kuymagan. Faqatgina usti kuygan. Endi buni yechim topib bering deb olib kelishgan ekan, xudo xolasa. Masterimizga beramiz, xudo xolasa bugun Atello degan gruppamiz bor, bilasizlar. Qanaqadir remontli narsalar bo'lsa, bemalol olib kelsanglar bo'ladi, qilib beramiz. Maslahat beramiz, xudo xolasa. Opamlar ham aytdilar, birrov video qilib qo'ying, maslahat berib qo'ying, shunaqa qilishmasin, ular ham kuyib qolishmasin ko'pchilik deb insoniy sifatida gapirdilar. O'zlari ham gapirib beradilar. Xabarlingiz bo'lishsin, kuyib qolishmasin menga o'xshab deb, xudo xolasa hozir danli moment bu narsani arzonga qilib bo'lmaydi. Buni hammasini yechib turib, boshqa taraf taqib, boshqa taraf bo'yaladi. Endi qora rangga bo'yaymiz, xudo xolasa buni. Hozir bu birinchi videosi, qoraga bo'yalganda yana video olamiz, xudo xolasa. O'zlari ham ko'rganda manzur kelgan bo'lsa, o'zlari aytadilar, xudo xolasa. O'zlaridan eshitasizlar, xudo xolasa. Tovar ko'rayotgan bo'lsangiz, ikki xil rang, bilinyaptimi yo'qmi bilmayman. Mana. Orqa boshqa, oldi boshqa qo'yib qo'ygan, ko'ryapsizlarmi? Mana. Sizlar ham o'sha quyoshda ustingizga kiyib yursanglar, problema yo'q, sovuqda boshqada. Lekin quyoshga olib chiqib, hamma qilib yoyib qo'ymanglar. Keyin yoyib qo'yganda ham misol uchun 15 minut, 20 minut, 30 minut, 40 minut, 50 minut tursa hech narsa qilmaydi. Lekin kun davomida misol uchun deylik, quyosh chaqnatib qo'yib, 2 kun, 3 kun, 4 kunlab qolib ketmasin. O'ziga keladi deb u bugun tavsiya bersa, qilib yurmanglar. Xudo xolasa. Buni do'postga xudo xolasa videosini yana qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lsanglar, xudo xolasa, shunaqa tovarlar bo'lsa, yo yirtilgan bo'lsa, yo kuyib ketgan bo'lsa, yo unsam qotib qolgan bo'lsa, xullas masterlarimiz qilib berishadi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshilik ko'rishinglar.